Qo'limda gul bilan kechki payt mana bu bugungi yig'lagan onaxonimiz uylarini topib keldim. 8-mart bayramlashlar tanishsiz. Xursand qilib ketamiz. Sog' yo'l boshlang, aslidan yo'l boshlang. Rahmat. Qandaysiz? Kelib ketishdi bolalar. Ha, Sizga rahmat. endi bu gul sizga. Rahmat, topganingizga baraka bersin, umringizdan baraka toping. Bugun anaqa qilibsiz. Endi o'tiring. Sizlarga masalan noqulay bo'ldi-da. Ha, mana oching. Mana telab buni sizga atab oldim. Hozir anta o'ylab o'tirdim, bittasi artistlar bittasiga anaqa beribdi, bitta taqariga nima deydi? Sipochka. $1000 ga oldim. Voy, Mabodo bir narsa qiynalib qolsangiz, sotsangiz ham 13-14 million so'mlik narsa. Yo'q, sotmayman. Mabodo. Endi buni hozir qandaydir taqishimiz kerak sizga. Mana Baraka toping. razmeri katta bo'lsa, o'zingiz to'g'rilaysiz. Bo'ldi. Endi men buni qanday taqaman? Men tushunmayman-ku buni. Taqib olasizmi o'zingiz? Mustaqbil bo'lsa rahmat. Hozir o'ylayotib artistlarga anaqa beryapti, sovg'a zo'r, anaqa sipochka nima berdi deb o'tirib, hech qachon men shu yoshgacha hech podarka olmagan, bu yil oldim-ku. O'zingiz gapiribsiz, bitta Men O'zbekistonga. kecha xafa bo'ldim, yig'latdi meni, rosa yig'latdi. Aqli podarka berib olib qo'yishdimi? Ana kichkina pechenni bilan bunda korobkada. Voy, umringizdan baraka toping. Hurmatli Baraka toping. obunachilar, biza shu sizlarning nomingizdan bu onaxonni iltimosidan direkt ko'p odam yozdi. Azaga toping shu onaxonni bir podarka bilan tabriklab keling deydi. Shunga mana gul bilan keldi. Qimmatbaho o'zingizga olib kelibdilar. Umrdan baraka top, lekin men sovg'a olaman deb o'ylamadim. Yo'q, bildik biz uni. Prosta mabodo shunaqa onaxonlarni obodonlashtirishdagilarni, Mardigor bozoridagi onaxonlarni kim xafa qilsa, men bilan muammo bo'ladi bu odamlarda aytib qo'yib. Biz chunki onani begonasi bo'lmaydi. Jannat onalar oyog'i ostida. Shuning uchun obodonlashtirishdagilarimizni har doim shunaqa xursand qilib kelamiz. Mayli 8-mart o'z yo'liga. Ro'za Ramazon kunlari sizga bizdan sog'lik. Rahmat. Umrdan baraka topsin deb sinimga aytdim. Malika menga hech kim podarka bermaganlar. Shu yoshgacha ikkalamizga bir qilishga keltirdi. Bolalarimga olib keldim. Kecha soat 5:30-6gacha o'sha anaqada maktab oldim. Qo'yliqqa kelib, astronomga rosa o'tirib, so'g'lab qotib, qo'llarim muzlab ketdi. Kelaymi, kelmaymi uyga? O'zim o'ldiraymikin, bolalarimni olgan borken, shu bo'lgan bolalarim bordi. Mirzo Ulug'bekdan borib olib keldim. Men qo'y bolalarim xafa bo'lmasin, nonov bor edi. 8 ga yaqin yetib keldim. Og'iz ochar qaytdi. Undan ham o'tib ketdi yo'lda. Sovuqda oyoqlarim suvga botib keldi. Bu topkatga baraka bersin. Shu videoyingizni ko'rib, butun O'zbekistonga deganingizga biz ham ko'rib qoldik. Ko'rsin O'zbekistonda tepaliklar ko'rsin. Hozir kechki payt borib tilla do'konini ochtirdim. Shu onamga olgan sovg'adan qimmatini sizga oldim. Voy, mayli, onangizga Eslab rahmat yurasiz. ko'rsin. Mayli, umringizdan baraka topsin. Hech ham menga hech kim sovg'a bitta qizim berdi bu yil. Ha, bugun xursandmisiz? Xursandman. Men kelgan, meni tanimaysiz. Ya'ni telefonda boya ko'rib o'tirdi, qizim bilan ko'rib o'tirdik. Biz ko'p obodonlashtirishda ishlaydigan onaxonlarni ko'pini xursand qilib yuramiz. Ko'piga yaxshi produktlar tarqatamiz, issiq kiyim tarqatamiz. Bugun po'stda ko'rib, menga ham ko'p dardlarni aytishadi, bizga baland nazar bilan qarashadi. Ya'ni past nazar bilan. Past bizani shunaqa kiyimimizni, spes kiyimimizni kiyish ko'rishsa bizani Sizganadi. har doim ham odam kerak bo'lsa taksilar ham o'tkazmaydi, shunaqalar ham bo'ldi. Mabodo mana siz bizni sovg'a, mabodo qiynalsangiz, sotsangiz ham 13-14 million plyus bor. Sotmayman. $1000 ga oldim, 10 grammlik narsa. Siz uchun. Siz uchun. Menga minni bersa, sizga bundan ko'p milliard pullar bersin. Umringiz uzoq bo'lsa, bolalaringiz Siz xafa qilgan bo'lsa, o'zini Xudoyim xafa qilsin. Sog' salomat bo'lib, bolalar rohatimizdan baraka topib, sog' salomat yetib. Boshqa yig'lamang. Biz shu yerdamiz. O'g'illaringiz bor, nima bo'lsa ham. Rahmat, mayli, ikkita qizim bor. Yo'q, biz o'g'illaringizmiz, biz. Xo'p, onajon, yaxshi qoling. Xursand bo'ling. Yaxshi kunlaringizga taqinchoqingizni taqib, o'ynab, kulib yuring. Hech ham yig'lamang. Xudo xohlasa, mendaqasi Xudodan qaytsin. Xo'p.